Yo'llarni mana bezopaslik qilib joylashtirib qo'yishga. Tok transformatorlar adashmasam hammasi. Mana tok transformatorlar. Qarang, mana pastay quluplangan qo'yni-qo'y tok transformatorlar, yana bilmadim. Tarjima qilib o'qib ko'rishim kerak. Rasmga olaman, buning uchun tarjima qilish uchun ko'p narsalarni rasmga olib, keyin переводчикка kirib olaman. Переводчик ham boriga shukr. Allohning har bir kuniga shukr. Umrimiz qisqa. Bir-birimizga mehrob, quvvatli bo'laylik. Yomon nazar, yomon ko'z bilan saqlab, bir-birimizga qaramaylik, nazar solmaylik demoqchiman. Borlaringga shukr. Kam yana umr. O'ylasam hech qanchaga berilmagan ekan. Yoshing o'tgandan keyin, yoshing kattalashgan sari, yarim asr yashab bo'lganidan keyin уже qabrni ko'zingni oldiga keltirib, yana gunohlar qilmaslikka, birovni dilini og'ritmaslikka harakat qilishimiz kerak ekan-da. Narsalarni o'ylab qolaman. Hammamizdan bir-birimizdan yaxshilik olsa ilohim. Yaxshilik yaxshi-da baribir. Yaxshilik yaxshi. Savoblar eng kuchli amal yaxshilik. Yaxshilik qilmayapsanmi, demak yomonlik ham qilmaslikka harakat qil. Qalbingda birovga nisbatan yomon gaplar, tilingda yomon gaplar bo'lmasin, dilingda ham, ko'zingda ham yomon nazar bilan qaramagin birovga demoqchiman. Borlaringga shukr. Nimalarida hammasi yo'l-yo'lakay bo'lgan. Syomkalar sizlar uchun hammasi.